Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugun biza monobloklarni polniy obzorini qilib beramiz. Eng arzonchasidan boshlab qimmatigacha. Monoblok assortimenti juda ham ko'p, ko'rishingiz mumkin. Eng birinchi monoblok bu eng arzonidan boshlaymiz. Nimaki jonimga tegdi, to'g'risi har kuni telefon qilishadi. "Oka, menga eng arzon monoblok kerak." Olib kelib qo'ydik shunaqa eng arzon monoblok. Ko'rishingiz mumkin, mana bu monoblokimiz. Eng arzon monoblokimiz. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu monoblokimizning narxi $185. Bu eng arzon monoblok. Ko'rishingiz mumkin, boshqa monobloklar bilan даже ekranida farqi bor. Shuning uchun monoblok arzon. Yana bir marta aytib o'taman. Monoblok bu kassa bo'ldi, men avtomatlashtirdim degani emas. Monoblok bu oddiy kompyuter. Qanaqa sizda uyda notebook bo'lsa, qanaqa sizda personalniy kompyuter bo'lsa, xuddi shunaqa narsa, faqat sensor sifatida kassada tezroq ishlash uchun qilingan narsa. Monoblok deb deyiladi. Bu monoblokimiz xarakteristikaga o'tadigan bo'lsak, korpusi polniy plastmas, ekran gertzlari bularga qaraganda pastroq, protsessori Celeron protsessor bilan ichiga asnashon. Celeron protsessor degani 4 GB operativ xotira, 4 ga 64. Boshlanishiga 1-2 oy do'koningizda monoblok yaxshi o'zini ko'rsatib beradi. Lekin siz tovar kirgizishingiz bilan, nagruzka berishingiz bilan monoblokka u perigraf bo'lib, qizib, qotishni boshlaydi sirazu avtomatim. Shuning uchun bu monoblokning narxi arzon. Bu monoblokka o'zi hozirgi payt rinokdan sekin-sekin chiqib ketyapti, kam darajada qolyapti. Buni o'rniga sal ozgina kuchliroq monobloklar kirib kelyapti. Hozir ularni ham obzorini ko'rsatamiz. Atak olsanglar bo'ladi. Bu monoblok bir 9 yil oldin ham ishlagan, hozir ham bor rinokda. Mana eng arzon monoblok $185. Yangi, hech qanaqa bu emas. Yangi monoblok. Keyingi variantimiz match monoblok bo'ladi. Bu post-stage monobloki. Bunda ham polniy korpusi plastmas, ekranlarning gertzlari yaxshi, kuchliroq. Bu monoblokimizni avlodi Core i5 bo'ladi. Uje Intel Core i protsessor bilan egallangan, bu degani ozgina kuchliroq. Core i5 protsessor, lekin avlodi 3-avlod. Avlod monobloklarda muhim narsa bu ishlab chiqarilgan yili monoblokka. Bu degani eski monoblok, Xitoyga borgan, protsessorlarni sborka qilishgan, yangi holatda jo'natishyapti. Bu monoblokimiz o'sha yaxshiroq, bunga qaraganda ancha kuchliroq variant bo'ladi. Ishlashlari ham tezroq bo'ladi. Monoblokka yonishi ham tez. Hozir sizlar bilan buni biz o'chirib boshqatdan yondiramiz. Bu ham muhim narsa. Yonishi tez bo'lsa, demak kassangizda ham tezroq ishlaydi. Bu monoblokimiz xadovoy variant. EasyTrade bizning programma, offline programmamizga bemalol mos keladi. Kafe, restoran, barlarga kichkina joyingiz bo'lsa, kichkina joy, katta supermarket bo'lmasa, qo'ysangiz bo'ladi. Lekin katta supermarket 120 kvadratdan ko'p, kechki payt kassada talpa bo'ladigan bo'lsa, bu monoblok qiynaladi kassada. Mana monoblokimiz yonda. Buni o'zi xotiralari ozgina kuchliroq. 8 ga 128 xotira bilan egallashgan SSD. Protsessor Core i5 3-avlod. Bu o'zi ancha kuchliroq. Xullas bu monoblokimiz kichkina do'konlarga, joy katta supermarketlarga to'g'ri kelmaydi, qotadi, lekin kichkina o'rtacha do'konlarga, keyin kafelarga, somsaxona, kafe, shunaqa joylarga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Offline programmalar bilan normalniy ishlab xizmat qilib bera oladi. Ishlaydi monoblokimiz. Xo'p, keyingi modelimiz, bu modelimizni o'zi yaxshiroq ancha post system monoblok. Oldin Matsuda Post degan monobloklar chiqqan. Bir 5 yilcha oldin Matsuda Post degan monoblok bo'lgan. Shuni analogi bu. Bu monoblokimizni polniy uje metal korpus bilan asnashon. Orqalari metal, keyin buni kачествоsi juda ham a'lo darajada. Portlari ko'p, 2-3 talab ekran, 4 ta fleshka, internetlari qabul qiladi bu monoblokimiz. Keyin bu monoblok ekran sensor va matritsalari juda ham zo'r. Monoblokingiz tez ekrani выгорать bo'lmaydi. Bitta klientimiz bor, ularga 5 yil oldin monoblok qo'yib berganmiz. Mana 5 yildan keyin olib kelib berdilar. Monoblok ekranlari shuni выгорать bo'lgan. Uni ham hozir syomka qilib qo'yib ketamiz kadrga.
nimaga yaxshiroq monoblok olish kerak? Nimaki monoblokinglar har doim kastada yoniq holatda turadi. Shuning uchun o'zingizga ham muhimda bir marta yaxshi monoblok olasiz, уже keyinchalik rasxod qilmaysiz. Bu ekrani ham palon pul turadi-da, misol 80, 90, 100 dollarga ham olasiz, remont qilasiz buni. Nima keragi bor sizga bosh og'riq? Bu monoblokimiz ekran matritsa hamma narsalari zo'r, polni metal korpus, protsessori xotirasi 8 ga 128 SSD. Buni Core i5 protsessor 7-avlod bilan egallangan. Bu degani 3-avlod bo'lsa, bu 7-avlod. Bu monoblok уже ancha kuchliroq. Bu monoblokimiz ham holati zo'r. Bu monoblokimizning narxi $360 qilib beramiz. Bu monoblokimizni. Bu monoblok narxini aytib o'tmadim. Bu monoblokimiz eng takoy byudjetning, ko'p joyga hozirgi payt olinyapti. O'rtacha joylarga kimdir misol byudjeti kam, lekin avtomatlashtirish qilmoqchi. Bu monoblokimizning narxi $240 bo'ladi. i5 protsessor 3-avlod bilan egallangan, 8 ga 128 SSD xotirasi bor. Bu monoblokimiz i5 protsessor, ikkala model bir xil, bitta zavoddan chiqadi, prosta bu postage, bu JSPOS. Bu monoblokimiz bilan u почти bir xil, faqat ichidagi konfiguratsiyasi bu ancha уже kuchliroq. Xuddi shunaqa plastmassa korpus, ekranlari bir xil ikkalasini. Prosta bu monoblokimizning ichidagi temiri, miyasi ancha kuchliroq unga qaraganda. Mana hozir bu kompyuterga kirib, birinchidan buni xotirasi 256 GB. Buni xotirasi. Bu degani ancha sizga xizmat qiladi, qotmaydi. Xohlaganingizgacha fayl tiqing bunga. Xo'p, keyin buni svoystosi qarang. i5 protsessor 12-avlod. Bu degani 1 yil oldin chiqqan monobloklardan biri. Yana ham ancha sizga xizmat qilib beradi bu monoblok. Nimaki i5 protsessor 3-avlod degani bu monoblokimiz bir примерно 6 yil, 7 yil oldin chiqqan monoblok. Bu monoblok o'tganli avvalgi yillari chiqqan monobloklardan biri. Ya'ni sizlarga bir 7 yil, 6 yil xizmat qilib beradi. Chiroyligini ishlatsangiz kassada. Shunaqa. Bu monoblokimizda xotirasi 8 ga 256, i5 protsessor 12-avlod bilan egallangan. Yana bizda monobloklar bor. Mana shu monoblokimiz 2 ekranlik monoblok. Bu misol o'zini brendimni kuchaytiraman deydiganlar uchun 2 ekranlik monoblok. Bu monoblokimizni i5 protsessor 3-avloddan 12-avlodgacha bu monoblokimiz bor. Eng arzoni $340 bo'ladi. Tepaga qarab shu protsessor konfiguratsiyasiga qarab narxi o'zgarib boradi. Aytgancha bu monoblokimizning narxi xo'p, $440 bo'ladi. i5 protsessor 12-avlod bu eng kuchli monoblok. Ichidagi miyasiga qaraganda juda kuchli monoblok. Katta supermarket yoki kichkina do'kon ham, lekin обороткasi yaxshi, ko'p ishlayman, odamlarim ko'p deydiganlar mashina qo'ysangiz, maza qilib, boshingizni og'ritmasdan bir marta o'rnatasiz, ancha marafonga yillab ishlab beradi bu monoblok sizlarga. Bu monoblokimizda i5 protsessor 3-avlodgacha bor. 2 ekranlik variant, bir ekran ishlamaydi, faqat siz sotayotgan narsalarni klientga ko'rsatib beradi. Klient ko'rishi mumkin, qanaqa narxda tovarni olyapti, aniq отчетni biladi. Yana bitta monoblokimiz bor. Mana shu monoblok, bu protsessori Core i5 6-avlod bilan egallangan. Bu faqat qora rangida bizda qolgan. Uzunchoq ekran, kolonkalari bor, Wi-Fi bor. Bu monobloklarning hammasida mashinadan tashqari va mashinadan tashqari kolonkalari yo'q. Bu variantda kolonka bor, orqadagi variantda ham kolonka bor, bu variantda ham kolonka bor. Xo'p, bu monoblokimizni i5 protsessor 6-avlod bilan egallagan, ichida 8 ga 128 xotira. Bu juda ham byudjetli variant, $265 bo'ladi narxi. i5 protsessor 6-pokoleniya. Nimaga arzonroq? Bunga qaraganda ekran bilan korpusida farqi bor, shuning uchun narxi arzonroq. Bu monobloklar juda ham ko'p sotiladi. Mana shu model, bu modellar ko'p sotiladigan monobloklar. Nimaki klient yoki o'rtachasini oladi, yoki eng qimmatini oladi, men marafonga ishlayman deydi. Shu основной monobloklarimiz. Endi yana ham bundan ko'p monobloklarimiz bor. Bizda assortimentda, skladda. Agar sizlarga yana ham qanaqadir zo'rroq yoki ekrani kattaroq
monobloklar 24 dyuymgacha bor. 24-27 dyuymgacha monobloklar bor. Bu degani assortiment xohlagan monoblokingizni men sizga topib, xohlasangiz viloyatga BTS dan dostavka qilib berishimiz mumkin. Xohlasangiz joyimizga kelib olib ketishingiz mumkin. Albatta joyiga kelib yoki telefon qiladigan bo'lsangiz, narxini ham kelishamiz. Bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiriladi. Instagram и Telegram bemalol telefon ko'tarmaydigan bo'lsa odam Telegramga yozib qo'yishingiz mumkin. Srazu sizlarga aloqaga chiqishadi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Monobloklarning turi yana ham ko'payadi, skladda yana ham bor. Agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar.